Assalomu alaykum. Ahli YouTube, assalomu alaykum. Hammani kelayotgan ro'za Ramazon hammamizga muborak bo'lsin. Do'stlar, mana Xudo xolsa sizlar bilan yaxshi joyimizni obzor qilib o'tamiz. Bu xonadonimiz 17 sotixdan iborat. Qattiqchilik bu manzaramiz Toshkent viloyati O'rtacha tumani Qoraqo'yli mahalla fuqaroligini Qoraqo'yli ko'chasi 60-xonadonimizni obzorini qilib o'tamiz do'stlar. Boshlang'ich narxi 55 ming dollar. Xudo xolsa kimga ma'qul keladigan bo'lsa, ekrandan pastdan raqamlarni qo'yib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqib, Xudo xolsa kelib ko'rib savdolar sotib olishinglar mumkin. Alloh nasib, mana shu videolarimiz yetib borsa, albatta ulashib qo'ying. Do'stlar, kimgadir uyli joyli bo'lishida sabab bo'lib qolsa ajamas. Sizda ham agar shunaqa sotiladigan joylar bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, do'stlar, tepadagi raqam o'zim raqam. Xudo xolsa, inshaalloh sizlarga ham sabab bo'lib qolishimiz mumkin. Do'stlar, kuzatishda davom etamiz. Xudo xolsa sizlar uchun yaxshi uy joyda ulgurib qoling. Xudo xolsa olgan odam baraka topadi. Bosinglar. Do'stlar, mana Xudo xolsa ko'chalarimizni shundoq ko'rsatayım. Mana do'stlar, ko'chalarimiz asfalt 100%. Toshkent shahriga, Qo'yliq eski dehqon bozorimizga, Yashnobod tumaniga mana shu xonadonimizdan 23 kilometr. Tashmoya Toshkent dengizi shundoq shu mahalladan chiqasiz. Ayrontepa, choyxona, kafelar, butun dam oladigan zo'r joylar. Tashmoya bir 7-8 yo 1 kilometr ana boring. O'sha Toshkent dengizi, maktab, bog'cha, butun zo'r ko'chalarimiz. Mana uyimizning fasad qismi, mana bu darvoza naveslari bilan, mana naveslarni ko'rsatayim. Mana gaz bor, endi sal gaz to'g'irlab, mana chiroyli qilsa bo'ladi. Mana do'stlar, ko'chalarimiz asfalt 100%. Mana uyimizning fasad qismi. Do'stlar, mana uy joyimiz, mana hamma joydan ko'cha, urilish, burilish, hech qanaqa mamlakat qurilish sinoska tushmagan zo'r mahalla, obod mahalla. Shundoq Xudo xolasa Toshkent shahridan kelganingizda, Tashmoya yo'liga, shundoq Ayrontepaga yetganingizda, shundoq mostdan o'tib, shundoq kirib kelasiz. Mana shu xonadonimizga kirib kelasiz. Do'stlar, xonadonimiz 9 xonadan iborat. Uy joy remonti o'rta hol, juda ham yaxshi. Mana va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Mana do'stlar, mana bu eshik ham sizlarga kiradi. Bu mana shu xonadonimiz do'kon qilib foydalangan ekanlar. Kimga agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, mana chegara qismimiz, Xudo xolasa, qo'ling chiqadi. Do'stlar, mana shu xonadonimizda Xudo xolasa o'zingizlar ko'rib, baho berib, Xudo xolasa kimgadir sabab bo'lib qolamiz. Mana qo'ni qo'shnilar ahil inoq, juda ham zo'r. Do'stlar, olgan odam baraka topadi. Uyimizning fasad qismi bir kamida. Endi bu yoq 17 sotik, xat hujjatda ham 17 sotik. Ya'ni yerlari bor. Chorvachilik, dehqonchilik hamma tomonlama qulay bo'lgan Toshkent shahriga, Nurafshon shahri 5 kilometr, Qorasuv mebelchilar 5 kilometr. Juda ham zo'r. Toshkent shahriga juda ham qulay bo'lgan zo'r joy. Do'stlar, mana uyimizning xat hujjatlari hammasi ideal, cho'tka. Mana bu yaqin ko'rsating. Mana do'stlar, shartnoma, ko'chirma, xullas mana ko'chirmalarigacha mana hamma loyihalari do'stlar, Xudo xolasa mana hech qanaqa mana ko'chirmalarigacha aniq mana chizmalari. Xudo xolasa olgan odam bemalol kelib notariusdan o'tkazib, Xudo xolasa xotirjam bo'lasiz. Uy joyimizga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, hozirda Xudo xolasa ichkarilarni ko'rsatib o'tamiz. Juda ham yaxshi. Qo'ni qo'shni ahil, inoq, gaz, suv, svet, maktab, bog'cha juda ham yaqin. Zo'r mahalla. Yuring ko'rsataylik. Mana do'stlar, kirganimizda katta darvozaxona, mana bunday qilib dekor plas qilingan, patologlar uzun bir 3 ta mashina sig'adi. Mana bu yoqda yana joyi bor zelenli zonaga. Bu yoqda fundamentlari bor, vremenkalarga chiroyli qilib qurilish qilib olasiz. Xudo xolsa bemalol 2-3 ta ko'kkiga ham yetadi. Ha, ko'rsatib o'ting. Naveslarimiz bor. Juda ham yaxshi darvozalarimiz, oldi naveslar bor darvozaxonada ham. Do'stlar, olgan odam Xudo xolasa kelib ko'rsangiz ma'qul keladi. Xudo xolasa mana mevali daraxtlar xullas zo'r. Mana uyimizni kelganingizda o'ng tarafda 4 xona, koridori bilan 5 xona, bu yoqda zal, spalni, bu yoqda oshxona, omborxona, xullas Xudo xolasa do'stlar, o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Kommentariyalar yozib, Xudo xolasa iliq fikringizni kutib qolaman. Agar mana shu uy joy qilaman deb yurgan aka-ukalarimizni shu videolarimizni ulashib qo'ying. Xudo xolasa agar uy joy sotaman degan aka-ukalarga bizni xabarimizni yetkazib qo'ysangiz, shu insonlarga ham sabab bo'lib qolamiz. Mana do'stlar, katta koridorimiz bor. Kamida 2 ga 4,5. Kirganingizda bu yoqda yana bitta xona, bolalar xonasi. Mana romlar ko'chaga qaragan, patolog, pol, juda ham zo'r. Uyimiz issiq, juda ham yaxshi. Toshkent dengizi 1 kilometr ham chiqmaydi. Chiqsangiz to'yxona, kafe, bar, butun hamma shart juda ham mazza, juda ham zo'r.
Toshkent shahriga yaqin bo'lgan joydan, Toshkent viloyatining zo'r joydan uy-joy olaman degan aka-ukalarimizga juda ham qo'l keladigan xonadonimiz. Do'stlar, romlari ko'chaga qaragan. Mana shu ko'rayotgan jihozinglar hammasi shu savdoning ichida, xudo xolasa bonusiga. Pulini kelsanglar, o'rtog'im shunday to'nini ilib chiqib ketadi. Bola chaqasi oilasini oladi. Mana shu ko'rayotgan jihozlaringiz hammasi xudo xolasa o'sha pulga, o'sha 55 mingdan qancha tarash toshib olsangiz ham bonusiga qoladi. Taqir-tuqur hammasi. Do'stlar, xonadonimiz parovoy отопление emas. Mana bunaqa devor pechka, pergorodkaga ekonom deydi. Bir pasda siydi o'rtoq deb mana og'aynim o'zi aytibdi, juda ham zo'r. Endi o'rtog'imiz xudo xolasa juda ham yaxshi inson. Xudo xolasa ishonaman, baraka topasiz. Savdosida ham qattiq emas, yaxshi yigit. Mana do'stlar, bu yoqda ham yana bitta bolalar xonasi. Romlari ko'chaga qaragan. Juda ham yaxshi. Uyimiz issiqqina. Pol, patolog, eshik romlari endi yog'ochdan. Do'stlar, xudo xolasa endi bu yoq o'zingiz didingizga qarab chiroyli qilib remont qilib olasiz. Juda ham yaxshi. Koridordan tashqari mana shu tarafda o'zi 4 xona, koridori bilan 5 xona. Hozir sizlarga xudo xolasa bu yoqda tepada zal, spalni ham ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Uyimiz xomg'ishdan, 100% xomg'ishdan ko'tarib yopilgan. Sharoitlari yaxshi, mana zinalar, pelinlar qilib qo'ygan. Uyimiz juda ham yaxshi holatda. Xudo xolasa o'zingizlar ko'rib, xudo xolasa aloqa etsanglar, lakasi tashab beradi. Kelib ko'rib, bir piyola choy ustida savdolashib olasiz. Do'stlar, mana shu ko'rayotgan jihozingiz shu uy-joyi narxini ichida. Albatta, xudo xolasa olgan odam mazza qilib yashaydi. Gaz, suv, svet hammasi zo'r. Chorvachilik, dehqonchilik qilasizmi? Juda ham zo'r. Mana zalimiz katta, keng, bir 6 metrga 4 metr. Bu yoqda mana ota-onalar yotoqxonasi. Mana uyimiz issiq, mana shunaqa devor pechka. Mana ko'rayotgan stenka, garnitur, mana bu spalni trimo hammasi shu jihozi va shu uy-joy bilan sizga bonusiga xudo xolasa do'stlar. Oshxonani ko'rsatamiz, hammomlari bor do'stlar, bemalol molxona, tovuqxona, hamma sharoitlari bor, juda ham zo'r. Mana shu to'g'ri joyga kiraylik. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi. Do'stlar, uyimiz juda ham yaxshi. Juda ham zo'r. Men o'zim havasim keldi. Juda ham yaxshi. Chorvachilikka keng, hovlilarimizda har xil mevalar bor. Juda ham zo'r. Bu yoz oylarida juda ham chiroyli bo'ladi. Mana do'stlar, mana ugalov qo'yib qo'yganlar. Mana bemalol oshxona qilib o'tirib, choy ichib, bola chaqangiz bilan mana kukunli naborlar bor. Mana qilib choy qaynatib ham uyingizni isiydi, ham bemalol choy, ovqat. Mana bu yoqda omborxona ham do'kon qilib ishlatgan ekanlar. Do'stlar, mana shu ro'paringizda eshikni ochsangiz, savdo qilib do'kon qilsangiz ham bo'ladi mahalla uchun. Juda ham yaxshi, tirikchilik qora qozon degandek. Do'stlar, albatta like bosib, mana shu videolarimizni uy-joy qilaman deb yurgan aka-ukalarimiz ulashib qo'ysangiz, inshaalloh o'sha yurtdoshlarimizga ham siz bilan biz sabab bo'lib qolamiz do'stlar. Albatta uy-joy sotaman degan aka-ukalarga ham bizni xabarimizni yetkazing, birgalikda sabab bo'laylik. Ha, sizlarga hozir hovlini ko'rsataman. Pastda yerlari bor, juda ham zo'r do'stlar, mazza qiladi. Olgan odam mazza baraka topadi, xudo xolasa. Juda ham keng, yaxshi. Ayniqsa chorvachiligiga, dehqonchiligiga juda ham qulay bo'lgan. 17 sot, xat hujjatda ham 17. Hech qanaqa sariq, qizil degan narsa yo'q. Mana do'stlar, podvoli bor. Ko'ring, podvolni shunday ko'rsataylik. Banka o'shani qishni taraddudini ko'raverasiz bemalol. Kirib ko'rsatib qo'ying. Mana do'stlar, omborxonamiz bor, podvolda yer to'la. Xudo xolasa, oyangdan keyin berib tur. Do'stlar, xudo xolasa, olgan odam baraka topadi. Juda ham yaxshi. Ya ana. Uni tushunmagandan keyin qiyin ekanda. Do'stlar, like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Uncha kamchilik, xatolar bo'lsa, aytib yurmaysizlar. Do'stlar, mana xonadonimiz, darvozamiz kiraverish. Mana bu yoqda spalni, bu yoqda zal, ro'parada oshxona, bu yoqda 5 xona, bu yoqda oshxona, omborxona, do'kon. Xullas, gap so'z bo'lishi mumkin emas mana. O'zingizga buyursin, men eplolmadim. Do'stlar, joyimiz juda ham zo'r. Bu yoqdan yo'l ko'rsating, men orqamdan olmang. Mana suvdan muammo yo'q. Suvdan muammo yo'q. Xudo xolasa juda ham zo'r. Uy joyimiz. Mana do'stlar, mana yonbosh
Mana chegaramiz mana shu fundament qo'yilgan joydan. O'zingizlar ko'rib, mana bu yoq qo'ni qo'shni ahil-inoq kengchilik juda ham mana do'stlar, chegaramiz fasad qismi. Chegara, qo'shni bilan bo'lgan chegara. Orqada ham mol hol uchun bemalol kalitga qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yoqda tovuqxona, omborxona, xullas mana bu ro'parada hammom. Kirib ko'rsating. Juda ham yaxshi. Xudo xolasa shu joylarimizni ulashib qo'yiladi do'stlar. Qancha yurtdoshlarimiz bor. Uy-joy qilaman deb yurgan mana bu yoqda razdivalka. Ichkarini tez bo'ling. Mana do'stlar, ichkarida hammomi, yuvinish xonasi. Endi chiroyli qilib, отделка qilib, kafel, xullas chiroyli qilib endi ya'ni ta'mirlab o'zingiz xohlaganda remont qilib olasiz. Do'stlar, mana ikkitalab suv, vodoprovod. Mana suvdan muammo yo'q. Endi mana fundamentimizdan bu yog'i bu sizga kirmaydi. Yon chegarani ko'rsatib qo'ymaydi, keling. Mana do'stlar, bu endi davlat anaqasiga kiradi, bu yer sizniki emas. Mana bu fundament sizga qaraydi. Mana shu sizni yeringiz. Mana do'stlar, mana shu fundament chegara. Bu yog'i to shu qo'shni bilan bo'lgan joy. Bu yoq hovli sizga qaraydi, bu taraf o'sha ziyorat joyi ekan, o'sha yosh bolalar kasal bo'lsa, qanaqadir bir toshmalar tossa, mana shu kelib, bilmayman shunaqa. Endi islomda irim harom. Bilmayman, mana shunaqa qilib ziyorat qilib ketishar ekan. Do'stlar, shunaqa joy ekan. Xullas, zo'r, yaxshi joylar. Sariq to'rpoq, yerimiz unumdor, suvdan hech nimadan problema yo'q. Bemalol mana bu yoqda tovuqxonamiz bor, ko'rsating. Tovuqxona, omborxona, molxona. Katta alabay bo'lsa kerak. Yonida tovuqxona. Mana yoqdani ko'rsating. Mana bu yoqda omborxona. Mana do'stlar, keling tez. Mana bu yoqda xohlasiz xo'ra qilib qo'yxona qilasiz, xohlasiz molxona qilasiz. Xudo xolasa pulga kelish bo'lsanglar, mana shu katta alabay ham bo'lsa, sizlarga tashib ketadi. Men o'zim talash to'shaman, o'rtoq, men shunaqa deb qo'yganman. Keyin mana shu kuchini ham tashib ketgan, bunaqa keng joyga mana shunaqa bir polvon bahaybat it kerak edi. Do'stlar, mana hojatxona, xullas o'zingizlar bilgandek, yong'oq daraxtlarimiz bor, mevali o'rik, hojatxona, xullas juda ham zo'r. Mana bu yog'i ham bepoyon. Xudo xolasa. Do'stlar, mana pastlik, mana mevalar, olmamidi, nokmidi, o'rikmidi, xullas nima bo'lsa, to ana o'sha terak ham sizniki, do'stlar. Mana shu yer bemalol o'zingiz foydalanasiz. Juda ham yaxshi. Nurafshon shahri, Toshkent shahriga qulay bo'lgan kengchilik, bepoyon joylar, do'stlar. Juda ham katta, 17 sotik, hammasi yashil, hech qanaqa qizil emas. Mana shu yer ham sizniki. To mana shu teraklar ham sizga kiradi. Bu yoq bepoyon dala, bug'doy ekilgan ekan. Xudo xolasa dehqonchilik qilaman degan qiziqadigan aka-ukalar bo'lsa, yer olib dehqonchilik qilishingiz mumkin. Juda ham yaxshi, suvdan muammo yo'q. Mana yerimiz unumdor, mana teraklarimiz bor, o'zingiz o'sha qurilishingizga chiqib qoladi. Xudo xolasa ajoyib sabab bo'lib qolsa, do'stlar, mana juda ham keng. Bu yog'i o'sha uyimiz orqa tarafi chegara, katta yer. Kamida mana shu o'zi ham bir bo'lsa kerak, bir 6 sotik, 7 sotik. Mana shu ekadigan yeringiz o'zi, do'stlar. Juda ham bepoyon, yaxshi uy-joy ekan. Xudo xolasa bu videolarimizni ulashib qo'yinglar, do'stlar. Uy-joy qilaman deb yurgan bizga juda ham ko'pchilik insonlar aloqaga chiqadi. Butun Yevropadan, Rossiyadan, o'zimizning yurtimizdan ukam uy-joy olaman, uy-joy qilib bering. Do'stlar, mana shu videolarni shu insonlar uchun ulashib qo'ying. Kimgadir sabab bo'lib qolamiz. Mana mevali daraxtlar juda ham zo'r. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Kengligidan, kattaligidan, bepoyonligidan odam charchab ham qoldi aylanib. Juda ham yaxshi. Qo'ni-qo'shnilar asosi ahil-inoq, mahalla o'zbek mahalla juda ham yaxshi. Toshkent dengizi shundoq chiqasiz, bola-chaqangizni olib peshqadam aylanib cho'miltirib o'ynatib kelasiz. Butun choyxona deysizmi, apteka deysizmi, kafe, bar hammasi bor. Maktab, bog'cha, Nurafshon shahriga yaqin. Mana mol-hol chorvachiligiga Xudo xolasa olgan odam baraka topadi. Kachalkada ham suv chiqadi, vodoprovodda ham suv chiqadi, do'stlar. Juda ham yaxshi. Uy-joyimiz mana juda ham zo'r, tomlari yaxshi, zo'r. Uyimizning holati zo'r. Olgan odam baraka topadi, do'stlar. Mana hovlilarni yana bir ko'rsatib qo'yamiz. Uy-joyimiz yaxshi. Shundoq kelasiz, shundoq yashaysiz.
Shundoq darvozaxonadan kirsangiz bir ikkita uchta mashina bemalol sig'adi. Mazza yozgi kunlarda hovliga suv bilan sepib mazza o'tiradigan joylar. 60-uy Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani Qoraqo'yli MFI, Qoraqo'yli ko'chasi. Juda ham yaxshi mana patologlar, nameslar bor darvozaxonamizda. Mana qo'ni-qo'shnilar, ahil inoq ko'chalarimizni ham ko'rsatib qo'ying. Asfalt mazza qilib yashaysiz. Oyog'ingiz loy bo'lmasdan, tiriq qilmasdan Toshkent shahri butun hamma joyga bemalol borib kelib yurasiz. Do'stlar, Allohim omonat bo'ling. Kelayotgan ro'za Ramazon oyi hammamizga muborak bo'lsin. Mana shu videolarimizni ulashib, uy-joy qilaman deb yurgan aka-ukalarimiz albatta ulashib qo'yinglar do'stlar. Allohim omonat bo'ling, sog' bo'ling.